Sizga eng kuchsiz ko'ringan odam kim edi? Hammasi. Sani menga o'rgatmadi nima qilish. Mhm. Men darajamga chiq, mendagi natija qil, o'shani gaplashaylik. Ungacha ham hammanglarni yaxshi ko'raman, hammanglarni hurmat qilaman. Mana shu hamma ishtirokchilarni shartsiz sevaman. Asl yuzinglarni ko'rgim kelmayapti. A few moments later. Eslab qolinglar. Shohruxxo'jadan boshqa hech kimni tanlashinglar mumkin emas ekan. Kuchlilarni chiqarib tashlash juda ham voqea. Mhm. Nimaga meni chiqarib tashlashmadi? Chunki norasmiy lider. Farruh konkurent emas. Yo'q. Oraligida eng zo'r o'zim mani bor. Kim raqib bo'ladi? Ajab 100% piar qilganiga. Yutish uchun emas. Yutolmaydi. Liderlik bu maska, Ha, imij tarafdan tayyorlangan. bu 200lamachilikka kirmaydi. Bu professionalizm deyiladi. Kuchli odam boshqargan odamlar biladiki, ommani oldida kimdir kamsitish kerak emas. Plus tarafini aytishingiz kerak. Lekin jay unaqani ko'rishli video bo'lmadi-da. Assalomu alaykum. Biz bugun Paynet kompaniyasining sinov muddati reality shousining ishtirokchisi, yorqin ishtirokchilaridan biri Shohruxxo'ja bilan intervyu qilishga qaror qildik. Shohruxxo'ja, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Siz bilan loyiha doirasida suhbatlasha olmadik. Yo'q. Ikkalamiz, lekin mana bugungi nasib qilibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hamma o'sha har bir personajni deylik, Da. ochib beradigan, ichidagi hamma savollarini, hamma e'tirozlarini, hamma dardini ochib beradigan inson zakadrim bu men edim. Da. Hamma ko'z yoshli bo'ladi, hamma emotsiyalar meni intervyuim orqali ochilgan. Va bu narsa sizga bugungi nasib qilibdi. Siz bunga tayyorsiz degan umiddaman. Kechdan ko'ra kech bo'ladi. Da. Boshidan boshlaydigan bo'lsak, siz bu loyihani ko'rib keldingizmi? Nima uchun keldingiz? Qayerdan topdingiz? Nimaga qiziqdingiz va nimani ko'zlab keldingiz? Hop, avvalambor assalomu alaykum yana bir marta. Hamma bizdan kuzatganlarga ham hammaga salom. Menga juda ham qiziq edi. Rostdan ham shu narsa realitimi yoki reality emasmi? Shu maqsad edi, bilish. O'zi kelgandan keyin kasting ko'rgandan keyin atmosferasi yoqdi menga. Umumiy o'zi bo'tgan, rostdan ham jiddiy ekan. Undan keyin o'zi men miyamga urdi, yutishim kerak edi. Yutishingiz Yutishim kerak. kerak edi. Shohruh просто победитель bo'lish kerakmi yoki o'sha ish o'rniga ega bo'lish kerakmi? Победитель bo'lish kerak. G'olib bo'lish kerak. G'olib bo'lganingizdan keyin hamma bonuslar, hamma sovrinlar o'zi sizni orqangizdan quvib yetib oladi. Lekin siz g'olib bo'lishingiz shart. Birinchi navbatda menga muhim g'olib bo'lish. Shohruh dostigator demak. Shohruh dostigator albatta. Hech narsaga qiyinchiligiga qaramasdan turib, maqsadiga qarab yuradigan odam. Ko'rsatuvga kelishingiz bilan sizga norasmiy lider deb murojaat qilishni boshlashdi. Sizga shunaqa taxallus berildi. Bu taxallus deymizmi, status sizga yoqdimi? Va bu qayerdan paydo bo'ldi? Qayerdan kelib chiqdi? Nimaga sizga norasmiy lider deb taxallus berishdi? Kim tomonidan? Kecha tug'ilgan kunim bo'ldi, tabriklasanglar bo'ladi. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Bugundan boshlab hurmatli rahbarimiz Kim tomonligini endi men bilmayman. Menga prosto Amirxon aytdi o'sha payt. Mana xabarim yo'q edi. Umumiy olib qaraganda, meni fikrim bo'yicha so'latim bosdi deb o'ylayman hammasini. Aynan ochchasiga ketadigan bo'lsak, o'tda yig'ilgan bolalar, qizlarni aynan meni so'latim bosdi deb o'ylayman. Shuni hisobidan shunga o'xshash statusmi yo'q qanaqadir unvonmi, taxallusmi belgilashdi deb o'ylayman, meni fikrim. Chunki o'tda hali biz ulgurmadik, liderlik qilishga hali ulgurmagan joyda shunda ruhiyatda o'zi sezilib turadi-ku odamniki. Kimdir bekinadi, kimdir bostirib keladi, kimdir o'z turgan o'z odamni qo'rqitadi. O'shaning uchun menimcha, meni fikrim bo'yicha meni so'lati hammasini bosdi. Yo'q, unday emas. Savlatmi yoki pafosmi? Men o'zim pafosni deb hisoblamayman. Bilmadim men chetdan qanaqa ko'rinadi. Mana shu turishingiz hozir tabiiy Shohruxxo'ja. Tabiiy Shohruxxo'ja. Endi har kun kastim kiyib yurmayman, to'g'ri. No, lekin pafosli emasman. Gapingiz jon bor, yonimdagi kimdirdan eshitganman bu gapni, lekin men qo'shilmayman. Men o'ylaymanki, tabiiy holatim shu. O'shaning uchun oxirigacha aytaman,
Savlat, pafos emas. Ba'zilari kirib kelishidan rahbar anaqasini yoqib olishdi. O'zicha такой, rais buvaga o'xshab keldi-da. Xo'p, ko'rsatuvga endi kelganingizda, buni tomoshabinlar ham ko'rgan bo'lgan, все это заметили. Judayam puxta tayyorgarlik ko'rib kelganingiz judayam bilindi. Bu hattoki galstukingizda, stilistikangizda общий bilindi bu narsa. Bu narsada nima ko'zlangan? Mana shu общий stilistika, ranglarga moslashish, shu paytda stilistikasiga, цветовой identikasiga moslashish. Bu подхалимствоmi? Ko'zga tashlanishga intilishmi? Yoki-da bu какой-то особый подходmi? Расчётmi? И bunga bunday qilib kimni e'tiborini qozonmoqchi bo'ldingiz? Kim e'tibor berdi bunga va nimalar eshitdingiz buni orqasidan? Bu Va nimalarga erishdingiz buni orqasidan? qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, bu tajriba plus mutaxassisligimni ko'rsatish. Ya'ni qad kelayotganimni, qanaqa kirib kelishim kerakligini, qanaqa ruhiyat berishim kerakligini oldindan bilganman. Tahlil qilganman va shunga yarasha buni ko'rsanglar bo'ladi. Paynet ranglarni mos qilib, juda ham vechurniy, bilmayman o'zbekchada qanaqa bachkana bo'lmasligini xohladim. Chunki oramizda shunaqa ishtirokchilar ham bor edi. Bachkana bo'lib kiyinib kelgan. O'shalar bachkana bilib turibsizlar o'zi kimligini. Bu narsa sizga ham tegishli gap. Agar kiyim tarixini bilmasangiz, iloji bo'lsa gapirmang. Bachkana bo'lmasligi uchun, lekin ajralib ham tursin va bachkana bo'lmasin deb turib, mana shunaqa obrazni tayyorlagan edim. Bu paxta emas. Bu paxta emas. Bu paxta emas. Balki bu paxta, balki bu paxta bo'lishi ham mumkin. Xo'jayinlar balki bu narsani ko'rishgandir, tushunishgandir. Tushunmagan bo'lsa, ko'ringlar yana bir marta. Mana tayyorlab ko'rdim o'sha kuni. Keling tomoshabinlarga yuzlanamiz. Shu yerda kommentariy qoldirib ketishinglar mumkin. Bu paxtami? Bu расчётmi? Bu подхалимствоmi? Bu nima bu? Yozinglar. Siz tabiatdan o'zi lidermisiz yoki shunchaki e'tibor markazida bo'lish yoqadimi? E'tibor markazida bo'lish menga juda ham yoqadi. Odamlar menga ko'rsa, mendan nimadir olsa, mendan qanday bilim olsa, mendan qanday yengil olsa, men bundan mazza qilaman. Siz bilim bera olasiz. Albatta bilim bera olaman. O'shaning uchun men ochiqni aytaman, men realni kayf qilaman. Odamlar meni ko'rib, o'zimga qarab turganini. Nima gap chiqar ekan degan. Bu narsada men realni kayf qo'y, mashinadan energiya olaman, mana shu narsa menga turtki beradi, dalish harakat qilishga. Liderlikka keladigan bo'lsa, tabiatdan liderman. Yo'q, unday emas. Bu yerda lider yo'q. Yo'q, men liderman. Yoshligimda bu unaqa yaqqol ko'rinmagan. Bosura bo'lganman, uyalchan bo'lganman. Juda ham men o'zim tabiatdan juda uyalchan odam. O'zi ko'rib turgan bo'lsa ham kerak. Bor anaqa ichimda. Uyalchan odam bo'lgani hisobidan liderligimni unaqacha yaqqol ko'rsata olmasdim. Lekin vaqt o'tib hayot shunaqa ko'rsatdiki, majburladiki, bu siz bo'lmas ekan. O'shaning uchun hozirgi kunda yaqqol liderman va hamma menga qarab tursa maza qilaman. Bu o'zingiz bilan o'zingiz kurashmi? Shunday? Qaysi biri? Yashab qolish uchun kurashmi? Lider bo'lishni tanlaganingiz? Hayot shuni ko'rsatdiki, deyapsiz. Hayot shuni ko'rsatdiki, kutib o'tirish mumkin emas ekanda. Nimadir o'zi kelib qolar, o'zi bo'lib qolar deb kutsangiz, o'tib ham ketishingiz mumkin ekan. O'shaning uchun imkoniyatni qo'liga olib turib, o'zingiz harakat qilishingiz kerak-da. Hammani kutsangiz qolib ketasiz. Va yana bitta anaqa norasmiy savol deylik. Kommentariylarda ham bu narsani ko'p o'qidik. Siz Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga Donald Trampga haqiqatda o'zingiz bilib taqlid qilasizmi? Я не видел такой комментарий. Buni eslatishim mumkin. Hattoki birinchi kunimizdagi sinov sizlar kirib kelishinglarda podstavnoy ofis ishchilari sizlarni raqs bilan kutib olgan. Va ana shu raqsda ham siz ijodiy komandaga kelib qayta menga qo'yvermadinglar. Shu ashulani qo'yinglar. U ashula Donald Trampni qanaqa ashulasi edi, nima? Yaxshi ko'rganim edi? O'sha prezidentlikka nomzodga o'zini qo'yganda kompaniyasi davomida shu ashulani qo'yib chiqib kelardi. Bu 100% provokatsiya, bu 100% odam ahamiyatini o'ziga tortish. O'shaning uchun menga Donald Trump как prezident yoki boshqa taraflama emas, shoumen taraflama brilliant.
Kerakli joyda kerakli gapni tiqib olishni biladi. O'shaning uchun men ham taqlid zo'r gap aytdingiz, lekin o'ylamagan edim, lekin rostdan ham taqlid qilar ekanman. Bevosita. Xo'p. Ikkinchi vazifa paytida, ikkinchi seriya paytida siz faqatgina o'zingiz haqida emas, o'zingiz faqat o'zingizni o'ylamasdan boshqalarga ham yordam berishingizga uringaningizni ko'rdik. Bu biz uchun ham yangilik bo'ldi. Siz rostdan ham boshqalarga yordam berishni yaxshi ko'rasizmi yoki bu qandaydir strategiyamidi, yaxshi ko'rinishmidi? Nima edi bu? Yana liderlik xususiyatlaringizni yoqdingizmi? Yaxshi ko'ringiz keldimi yoki haqiqatda vaziyatni o'zingizni qo'lingizga olasizmi shunaqa paytlarda? Kimga nima yordam kerak deb so'radingiz? O'sha vaziyatda bo'lgan odam buni faqat his qila oladi-da. Endi bilmadim, kadr orqasida qanchalik, kadrda ko'rganingizda qanchalik bu narsa his qilinadi, lekin o'tda o'tirganingizda odamlar yo'qolib qolgan edi-da. Maryam, to'g'rizda xona bor, o'tda ham odam o'tiribdi. To'g'rida ekan. Koridor oxirida ekan. Hozir vazifa olganlardan kimdirga yordam kerakmi? Bo'ldi, hech kimga значит yordam kerak emas ekan. Mana misol uchun 14 ta o'tirgan bo'lsa-chi, hamma ani o'zbekchada qo'pol gap bor, mut bo'lib qoldi degan narsa bor. Ani qilib turishdi, nima bo'lar ekan, nima qo'yar ekan deb. Men qarayapman, har bitta odamda poteryanniy qatga borishim kerak, nimadan boshlashim kerak-da. O'shaning uchun men o'zim majbur deb his qildim ichimda. Vaqtim bor ekan, har bitta odamga ko'rsatib borish, chunki hattoki qaysi xonaga borish, qayerga yurish ham odamlar qilib turishdi. Demak, sizningcha sizdan boshqa hamma o'zini yo'qotib qo'yadi. Menimcha, men shunaqa ko'rdim. Men shunaqa ko'rdim va o'sha paytda boshqalar o'zini yo'qotib qo'yganda, hozir hamma yutqazib qo'ymasin, o'tirib qolmasin hamma degan maqsadda harakat qildim. Vaqtim borligida, agar vaqtim bo'lmaganda balki qilmasdim bu ishni. Yutqizib qo'ysa nima bo'lardi? Hamma mana yutqizdi deylik, hech kim bajara olmadi, nima bo'lardi? Rahmat deb olib ketaverardim. Bu nima ko'ryapsizmi? O'zingizga o'zingiz savollaringiz, javoblaringiz qarama-qarshi chiqyapti. O'shacha aytayapman-da, agar vaqtim tig'iz bo'lganda, balki yordam bermasdim. Bu strategiyami? Bu yerda ko'p qadamli ko'rib chiqilgan narsa edi bu ham. Qisman buni o'zining maqsadi bor edi, nima uchun bu narsani qilish? Har bitta odamga yordam berish, har bitta odamga yordam berganingizdek u bilan aloqa qilish. Zaifroq odam naborda sizda yordam qidiradi, kuchliroq odam menga teng ekan degan belgini oladi. Zaifroq, kuchliroqlar deganimizda siz уже ajrata oldingiz, ikkinchi kundan, ikkinchi qismdan deylik, kim zaifroq, kim kuchliroq, kim sizga konkurent. Первое впечатление degan narsa bor. Birinchi marta ko'rganingizda qanaqa fikr bo'ladi? O'shanda plus minus o'zim uchun tahlil qilib chiqdim. Kim nimaga qodir, kim ichqora, kim sof, xolis niyat bilan kelgan. Biznesda kichik baliq bo'lib yurishdan charchamadingizmi? Paynet Xolis bilan butun biznesingizni birgina ilovada boshqaring va yangi darajaga chiqing. Xolis, yo'nalishingizda akulaga aylaning. Eng kuchsiz o'sha momentda sizga eng kuchsiz ko'ringan odam kim edi? Hammasi. Boshidan. Boshidan shartlar kelish boshlagandan keyin menga hamma o'shda ko'rindiki, nima qilishni bilmayotganini ko'rib turdim. Qanaqa kriteriyalar bo'yicha yig'ilgansizlar? Jamoa. Meni fikrim bo'yicha hammaga qanday rol belgilagansizlar. Kimdir zaif bo'lib kelish kerak edi. Kimdir kuchli. Paynet suvmi? O'sha mashhur paynet suvmi? Yo'q shartlardan suvmi? Vaqtida o'g'il bola qo'yish kerak edi zastavga. Bilmadim, o'zingiz olib oldingiz, shoshib endi men hozir qo'lingizdan olib qo'yib, mana. Suv ichasizmi? Lider emas shekil. Bu yerda lider emaslikka bog'liq emas. Gentleman emaslikdan. Bo'lishi mumkin, subordinatsiya bo'lishi mumkin. Qanaqadir etnический, qanaqadir religiozniy to'siqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon hayotga bitta o'q bilan sizni fikringiz bilan qaramang-da. Boshqa tarafdan ham qarang. Qaytamiz. Kimda zaif bo'lish kerak edi, kim kuchli bo'lish kerak edi? Menga o'ylayapmanki, shunaqa rol bergansizlarki, kelib so'zlatuvlar hammasini bossin degan rol bergan. Demak, rol berilgan. Endi siz buni rol deb qabul qildingiz. Boshida rolni tasavvur qildim. Ana, o'rtoqlar haqiqiy maskalar ochilishi boshlandi. Boshida yo'q, men ochig'ini aytaman, hamma ko'rib turibdi, bemalol aytaman. Boshida men hozir ko'rsatuvning boshida ham aytdim, hamma soxta deb o'ylardim. Men ochig'ini aytaman. Hamma soxta, hamma narsa aniqligini, lekin birinchi kunda bitta qiz chiqib ketgandan keyin
ikkinchi kundan, birinchi kunda bitta qiz chiqib ketganda Birinchi keyin men ham ertaga chopilib ketar ekanman deb o'sha qo'rquv keldi. Vohma keldi, qo'rquv kelmadi, vohma keldi. No. Biz 14 ishtirokchidan loyihani kim tark etishini aniqlab oldik. So'z Madinaga. Undan keyin bildimki, что afsuski rolni bu уже rolini aniq emas ekan, yordam bermas ekan. De oxirgacha ham agar harakat qilsam qolar ekanman, harakat qilmasam chopilib ketar ekanman. Shu narsani bildim. Hamma menimcha tasodif yig'ilmagan. Hammani o'zini qanaqadir vazifasi bilan kelgan bu yerga. Kimdir zo'r bajardi vazifasini va bajarib kelyapti. Sizga mana siz qo'ygan stavkalaringiz to'g'ri chiqdimi? Shunda? Masalan, mana bu kuchsiz, mana bu antiqa inson, mana bu plus minus to'xtalib o'taylik. Kim bu yerda aytaylik, chalg'ituvchi rolini ijro etdi? Chalg'ituvchi. Shunaqa rol ham bormidi? Endi deylik, balki sizda bordir bu fikr. Men o'ylaymanki, samimiy hamma yutish uchun kelgan. Birinchidan 150 million so'm olib ketishga, keyin ma'qul keladigan bo'lsa, paynetda ishga qolishga. Shundan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, ismlar bilan aytish kerakmi, umumiy aytish kerak. Roziya, davlat xarakteristika beraylik, bo'ldi. Roziya juda kuchli ishtirokchi, juda ham kuchli ishtirokchi. Maqsadi uchunchi ustingizdan bosib, tepib o'tib ketadi. Karyeristka deyman bunaqalarni. Karyerasi uchun hamma narsadan voz kechadi. Siz buni oqlaysiz, qoralaysiz? Oqlayman. Hamma qo'lim bilan oqlayman. Shunaqa ishchilar oqlayman men bo'lishini. Komandangizda. Da. Xo'p. Keyingisi Maryam. Kim edi Maryam? Ikkinchisi bo'ldi. Anaqa bilan adashtirdim. Yo'q, ikkita bir xil-ku, belchkali. Men ularni gayka deyman-ku, ikkala gaychkali. Gaychkali. Ko'rmaganmisiz anaqani? Yo'q. Chipidel ko'rmaganmisiz? Ko'rganman. O'sha yerda gaychka bor, kichkinagina. O'sha ikkalasi gaychka deydi. Kim bilan kim? Maryam bilan Madina ikkita gaychka. Madina, agar hozir Madina sizni ko'rib turgan bo'lsa, duelga chaqiradi, bu aniq, chunki bemalol. Hammaligiga faqatgina men boshida aytganman, men hammanglarni shartsiz sevdim. Mana shartsiz sevdim. Bu degani hech qanaqa nimadir uchun emas, shartsiz hammanglarni sevdim. Lekin hammanglarning o'zingizlarning rolinglar bor, o'zingizlarning eplaydigan ishinglar bor. Maryam, no kaprizni, juda kaprizni bo'lib chiqdilar. Vazifa bajarishga fokus qaratmasdan turib, emotsiyaga ko'p fokus qaratyaptilar. Ya'ni emotsiya 10-navbat turishi kerak, birinchi o'rinda har doim vazifani bajarishing kerak. Mana shuning uchun men qo'llab-quvvatlay olmadim Maryam. Madina. Ulgurmadik, ochilishgan bechora sap. Chopvordingiz-ku. Topga chop ketmanmi? Men chopmadim. Hammani gapiga qo'shilaman. Madina juda krutoy, молодец. Bizdan balki yaxshi narsaga erishadi, lekin hozircha Yunusga shu tajriba kerak. Просто Yunusga podдержка qildim. Yunus harakat qildi-da, chunki Yunus shunaqa gap gapirdi, eshitdingizmi? Etim jimirlab ketdi. Yig'lavordim Yunus gapirganda. Sheriklarimiz qo'llab-quvvatlasa, o'zim ustimda ishlab bundanda zo'r nima qilaman. To'g'risi, bunaqa hayajon hali berib bo'lmagandi. Endi u real serialga qo'yib yuborish kerak edi u joyini. Rizqni uchsa kerak mana shu. Shunaqami yoki Madinada o'zingizga konkurent ko'rib til biriktirgan holda chiqarib yubordingiz? Yo'q, men hali kimni tanimasdim. Intervyularda shunaqa dedilar-ku. Men aytmadim bunaqa. Kuchli. Просто o'zi shaxsi endi nima deshim kerak, chiqarib yuborgandan keyin nima deyman? Sen chiqib ketishga loyiqsan, da surdimayman-ku bu yoqda. Chiqib ketgandan keyin. Yupatish uchunmidi? Endi ko'ngilni ko'tarib qo'yishim kerak, simbolik qiz. Endi ko'ngilni ko'tarib qo'ydim, men o'ylayman, ko'ngilni ko'tarib qo'ydim. Молодецsiz, zo'r qizsiz. Like. Madina, bizni ko'ryapgan bo'lsangiz, обязательно kommentariy yozing. Xo'p, dальше yuramiz. Yunus. Yo'q, Yunus emas, Farruxga to'xtalsak. Jigarim, real meni jigarim. Men telefonni yozib qo'yganman. Farrux jigarim. Hozir ham demak, qalin munosabatdasizlar. Endi har bitta odam o'zining hayoti bor, o'zining ishi bor. O'shani hisobida ko'p to'qnashmaymiz. Lekin agar ish qanday ustida bo'lsa yoki proyekt bo'ladigan bo'lsa, jigarim. Bu podxalimstvo emasmi? Yo'q, Chunki Farruh один из сильнейших участников deylik. Bu ham strategiya emasmi? Chunki ma'lum bir vaqtgacha qaysidir ishtirokchilar ham jigar edi siz uchun. Misol? Ayub hali ham jigarim, hatto jigarim. Yo'q, Farruh realni meni jigarim. Nimaga? Farruh realni krasavchik. Ну, fizически krasavchik. Jismonan juda chiroyli. G'alati bo'lishadi. Kesplashadi bilan. Хорошо. Zo'r bola, kuchli deganingizda PR taraflama bilmadim.
bloger tarafidan Farruh Top. Demak, mutaxassis sifatida, marketolog sifatida siz uni tan olmaysiz. Tan olmaslikdan emas. Sizga konkurentmi Farruh, konkurent emasmi? Farruh meni jigarim. Farruh sizga konkurentmi, konkurent emasmi? Farruh meni jigarim. Yo'q, siz ha yoki yo'q deb javob bering. Konkurentmi Farruh sizga O'yin yoki konkurent emasmi? o'yin darajasida, endi shaxslarga O'yin emas, qaraganda bu loyiha deylik. hurmat qilaman. Как чувствуете? Farruh jigarimsiz, brat. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, zo'r ijod qilasiz. Lekin aynan PR bo'lish uchun ozgincha hali bor sizga. O'shaning uchun bu manman, bu sizsiz. Lekin men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz, Farruh konkurent emas. Yo'q. Afsuski. Komissiya 0%? Ha, mutlaqo. Paynet ilovasida Paynet kartalari orasida o'tkazmalarda hech qanday komissiya olinmaydi. Paynet ilovasini yuklab oling, karta oching va ortiqcha foizlarsiz qulay tarzda pul o'tkazing. Barchasi sodda, tez va xalq uchun. Kamron Xo'ja. Komron Hoji zo'r bola. Loyiha Lekin nimadirga va loyiha davridan keyin mana shu yerda ham yuribdi. Munosabat qanday men tarafga o'zgarib qoldi. Nima sabab? Bilmayman. O'sha agar bilganimda aytardim mana bu narsada. Bitta ko'rsatuvda ham hamma bilan xayrlashganda o'tib ketdi. Men tushunmadim nimani asosida bu narsa bo'lganini. Endi so'ramadingizmi? Yo'q, men unchalik qiziqmasdim, to'g'ri kirib anaqa qilishim uchun. No, Komron Hoji deganingiz esimga tushdi shu narsa hozir. No, sizni qiziqtiryapti-ku bu narsa. Yo'q, aytganingiz esimga nimagadir dedi. Aytganingiz esimga tushdi. Vlog so'ramadingiz shuni. U paytda menga muhim emas edi. Hozir Komron Hoji bo'yicha aytganingizdek keyin esimga tushdi shuni vaziyat. Lekin imенно o'sish tarafi bilan, perspektiva tarafi bilan meni fikrim eng kuchli o'sish Komron Hojida bo'ladi deb o'ylayman. Kamron sizga konkurent? Yo'q. Buni isboti ham bor debdi. Xo'p, Nodir opa. Voy, bilin. Uyimga kim emasmi keldi? Nodir opa diqqat bilan eshitamiz. Juda kuchli ayollar, juda kuchli shaxslar, lekin PR direktoriga ancha bor. Odam to'g'ri boshqarishni bilmaydilar. Komandani boshqara olmaydilar. Butun armiyani, hammani boshqargan odam Nodir opa eshityapsizmi? Yo'q, bu boshqa narsa. Struktura tarafidan har xil narsada, korporativ hayot boshqa narsa, armiya boshqa narsada. Ya'ni u yerda ham disiplina bo'lish kerak deb o'ylaysiz, anaqa. Lekin bu yerda armiyada sizni o'sha tayyor qilib kelishyapti-da, mana shu narsani qilishing shart deyapti-da. Korporativ hayotda odamlardachi yo'q qilmayman deydi. Yo'q, bajarmaydigan narsa deydi. U paytda nima qiladi Nodir opa? Miltni otib tashlaydilarmi? Yo'q. Bunaqa metod ishlamaydi u yerda. Knut и пряник rag'batlantirish kerak, jazolash kerak. Bu balansini bilish kerak. Nodir o'shancha aytganim, tarixlari, o'zlari shaxs tarafidan juda ham kuchlilar, lekin imенно PR sohasida PR direktor bo'lishga o'rganishlari kerak. Odamlar bilan chiqish, odamlar взаимодействовать qilishga o'rganishlari kerak deb o'ylayman. Umidani kirib kelishiga o'zi boshida esingizda bo'lsa, tomoshabinlar Shohruh norozi edi, umuman qo'ymoqchi emas edi. Nima sabab? Konkurent ko'rdingiz shu qizda? Yo'q, hamma birinchi kun kelib qiynalib, chirib o'tiribdi-da, asabiylashib, uxlamasdan-da. Bu tayyorga tayyoriga jabr ko'rmadi. Qancha asab o'tadi? Miyangizdan turib ko'ring o'sha yerda. U qancha hayajon bo'ladi. Bu televizorda bu narsa ko'rinmaydi-da, bu narsa mana. Men uverayman bu narsa ko'rinmaydi, lekin o'tda tursangiz, qancha o'zingizga ishongan bo'lsangiz ham-chi, voqma bo'lsa-da qaysi ma'noda keyin nima bo'lishini bilmaysiz. Keyingi sekund nima bo'lishini bilmaysiz. O'shaning uchun hamma narsaga tayyor turib, постоянно jangda turgan bo'lasiz-da. Bu narsa, конечно, напрягать qiladi, конечно, stress bo'ladi. Kortizol oshib ketadi. Kortizol oshib ketgandan keyin bo'ldi, уже hamma ayollar anaqalar emotsiyalar chiqib ketadi. Sentimentalность paydo bo'ladi, yoshlik kelish boshlaydi, asabiylashish boshlaydi. O'shaning uchun men xohlamadim. Tushunarli. Sizni nazaringizda adolatdan emas, Umidani Adolat emas. shunchaki qo'shilish kerak emas. Siz rozi emasiz? Ну, men o'yladim. Nohaqlik deb o'yladim. Конечно, nohaqlik. 100% nohaqlik. Kim tomonidan? Men ijodkorlar tarafidan nohaqlik deb o'ylayman. Chunki nimaga hamma qiynalib, chirib, asabiylashib kelyapti-da? Qanday xonim? Bir kun ham ming kun. Hech kim haydalmagan, hech qanaqa серьезный испытаниyalar turinglar o'sha yerda, bitta o'zingiz turinglar, bir kun emas, bir soat turing o'sha yerda. Qancha to'kilasiz asabiylashib. Kela olmadim dedi-ku. Uni problemasi. Nima men yetib keldim? Nima qolgan 14 ishtirok, 13 ta ishtirok yetib keldi-da. Xohlasang qilasan, xohlamasang 10 mingta bahona berasan-da. O'shaning uchun 10 mingta bahonangni o'zing olib qol, lekin baribir ham tirmashib qoldi.
Tirmash qol umidi lekin gapi yo'q senga. Haydasa ham, tepsa ham, yo'qolsa ham baribir bosilib qo'yoldi. O'shaning uchun hurmat qilaman. Umidni real hurmat qilaman. Umida siz uchun konkurentmi? Men o'ylashim bo'yicha menejmentda slabый deb o'ylayman. Konkurent emas. Odam boshqarishda slabый deb. Potensiali juda ham kuchli. Zo'r bajaruvchi qiz. Men shunaqa umididagi ishchilarni juda ham yaxshi ko'raman, juda ham qadrlayman. Protsentga o'tkazaman bunaqalar. Zo'r odamlar. Yunus. Juda samimiy. Bu sohada men uchun Yunus PRda mushuvchi-da. Kichkinagina asalchi mushuvchi. Nima qilishni bilmaydi, qatga qochishni bilmaydi, qatga yurishni bilmaydi. Kimdir kelib yordam berish kerak edi. Harakat qildim yordam berish, keyin qachongacha tortib yurasiz? Ada. Siz yordam bermay qo'yganingiz uchun Yunus ketdi. Yo'q. O'sish ko'rmayotganim uchun yordam berishdan charchadim. Ya'ni o'zgarish bo'lmadi-da. Haftadan haftaga ko'rsatuvga bir xil Yunus kelaverdi. Lekin o'zi zo'r odam. No PR direktorlikka bor hali juda ko'p. Xo'p, yana kimlar bor? Bobur bor. Bobur hater. Xo'p, Boburga keladigan Bobur bo'lsak. hater. Lider deb xato qilishdi uni. U boshqalarni o'zi bo'ysundira olyapti, menga kelganda u bo'ysundira olmayapti. O'shandan keyin meni chetlashtirishga qaror qildi. Boburdan kutmadim lekin. Boburdan kutmadim. Nima degan? Meni bo'ysundira olmaydi, hammani bo'ysundirdi, meni bo'ysundira olmaydi, meni bo'ysundira olmaganim uchun meni chiqarib tashlamoqchi edi dedi. Esimni qolganini qarang, yo'q to'g'ri gapni. Necha hafta bo'lgan narsa. Bilmadim nima Bobur undan hech sifatda. Bobur men ochig'ini aytsam, raqib deb bilmaganim uchun yomonlik ham tilamadim unga. U bormi yo'q, menga issiqsovuq yo'q edi, lekin meni bo'ysuntirmadi, keyin men gruppada yozib yubordim. Bobur sizlar o'zingizlar guruhinglar bor. Ha, конечно, biz hammamiz radnoymizku. Yozib yubordim gruppaga. Bobur ham keladimi, bo'ysuntiraman bu gal deb hazil tarzda yozib yubordim. Bilmadim hatto uncha negativ. Balki menga shunaqa tuyulgandir. O'zim polni biz ko'rmaganim uchun, lekin xuddi bir negativ menga sezildi. Shu joyga yana alohida to'xtalaylik. Siz haqiqatda rostdan ham tomosha qilmayapsizmi? Na Zo'r TVda, na Paynet o'zini YouTube kanalida. Yo'q. Nima sabab? Asli yuzini ko'rgim kelmayapti hech kimni. O'sha qanaqa men eslab qolgandimki, o'zimni qoldirmoqchiman hissiyotni. Bular hammasi keyin shunaqa Boburlar, misol uchun Bobur men uchun yomon ko'rmagan edim. Demak, shu gaplarni eshitgim kelmayapti bulardan. Siz o'ylab ko'rmadingizmi? Ular sizni aksiz. Siz o'zingizni qanday tutgan bo'lsangiz, ular shunaqa kommentariy bergan, shunaqa intervyu bergan deb o'ylamadingizmi? Bulardan men aksimni olishga men o'zi o'sib bo'lganman deb o'ylayman. Bu darajada. Bular menga qanaqadir maslahat berishi yoki bular qanaqadir yo'l yo'riq men ko'rsatishi yoki meni qanaqadir aks ettirishga men o'zim hayotimda o'sib bo'ldim deb o'ylayman. O'sha ko'rgan odamlar menga rostdan samimiy yoqqani uchun ularni qora tarafini ko'rgim kelmayapti. Siz shunda hech kimning qora tarafini gapirmadingiz intervyuda. Men odamlarga baho bermasdim, qaysi ma'noda qilolmagan narsasini kamsitmayman. Qilolmadim, ko'rib turibman. Kadr orqasida men maslahat berishim mumkin narsani qilgan deb turib. Yaxshi qilgan bo'lsa maqtashim mumkin. Eplolmagan narsasini yomon demayman. O'ziga kamerada millionlab odam atrofida aytmayman. O'ziga aytaman. Montaj musor, озвучка musor, переходlar musor bo'lyapti-da. Bu ikkiyuzlamachilikka kirmaydi? Bu professionalizm deyiladi. Bu faqatgina rostakasim kuchli menejerlar, kuchli odam boshqargan odamlar biladiki, ommani oldida kimdir kamsitish kerak emas. Plus tarafini aytishingiz kerak. Lekin unaqani ko'rishli video bo'lmadi-da. Lekin kamchiligi bo'lganda chetga olib chiqasizda, tushuntirasiz. Birga bir teta olib chiqib tushuntirasiz. 100%. Men kechroq bitta holat sizga keltirib o'taman. Ikkiyuzlamachilik yo'q sizningcha. Mandami? Sizda. Yoki proyektda demoqchimisiz? Ikkiyuzlamachilik bor. Nimaga yo'q? Albatta. Har bitta odamda bor. Prosta kirib kelishim o'zi, hammasi so'latim bosishi o'zi shunaqa. Lekin o'tda kirib kelganimda yoqimsiz edimi-ku. O'shaning hisobidan demak bu obrazmidi baribir? Liderlik bu maska? Ha, imij tarafdan tayyorlangan. Siz уже kirib kelyapsiz, savlatimni bosdim, ataylab qildim deyapsiz. Ha, boshida xohladim, qo'rqishligini. Bu ikkiyuzlamachilik. Bu vaziyatga qarab oyoqni uzatish deyapti. Hammalarni yaxshi ko'raman. Mana bu ham maska. Biz bildik buni. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni hurmat qilaman. Mana shu hamma ishtirokchilarni shartsiz sevaman. Asli yuzinglarni ko'rgim kelmayapti. Bu frazani kesib, a few moments later deb qo'yaverasizlar. A few moments later. Xo'p, o'sha vazifalarga qaytadigan bo'lsak, hozir yana razbor davom ettiramiz ishtirokchilar bo'yicha. Vazifani bajarib bo'lganingizdan keyin baholagani ekspert kelgan edi, Dixonim.
Aslida. Da. Ana shunda sizga savol bersa sizga juda ham qattiq tegib Jihonim ketgan Valov. edi. Nimaga? Siz ham qanaqa savol berganlar? Bitta savol. Hayotda qanchalik yolg'onchisiz? Kelib turib sen yolg'onchisan dedilar-da. Nimaga aytsam, chunki yolg'onchisan, ko'p yolg'on gapirasan dedilar. Yo, sen yolg'on gapirasan, o'zingni aldayapsan dedilar. Keyin tushundim nima demoqchiliklarini. Lekin o'sha paytda yolg'onchisan deganlar, men o'zi oldim keldilar, mana kontrактda ko'rinmagan oldim keldilar-da, senga gapim bor dedilar, keyinroq aytaman dedilar. Nima ekan deb intriga bo'ldi. Kutdim men rosa meni galim oxir dedim, galim kelishini kutdim. O'shanda nima deykan desa, "Ha, siz yolg'on ko'p gapirasizmi?" dedilar. Mumkin. Shohruh hech qachon yolg'on gapirmaydi. Vaziyatga qarab gapiradi. Ikkinchi vazifadan so'ng boshlovchimiz Amirxon Umarov aynan sizga murojaat qilib, ko'rsatuvdan chetlatish uchun ikkita nomzodni tanlab bering degan edilar. Nimaga o'sha payt sizda qanaqa reaksiya bo'ldi? Qanaqa tuyg'u kechdi ichingizdan? Botqoqga tiqdilar mana. Siz buni qanaqa qabul qildingiz va nimaga aynan sizga bu vazifa yuklatildi? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, sizni demak tajribali marketolog sifatida mana shu 5 ta ishtirokchidan kimni demak tark etishga nomzodini qo'ysak bo'ladi, 2 kishini. Endi nimaga menga yuklatilgani o'sha norasmiy lider deshgani uchun lider bo'lsang, unda bu yog'ini ham tortgin deshdi. Vahshi ikkilamadim kimni chiqarib tashlash. Vahshi ikkilamadim. Javobgarlikdan qo'rqmadim. Meni yomon ko'radimi, yaxshi ko'radimi, yoqaman, yoqmayman. Menga shu narsa yuk ag'darildimi, o'sha ishni men bajarishim kerak bo'ldi. Kimdir chiqarish kerak edi, qilib bo'lmaydi. Endi bilan tanladim. Bular kim edi? Bular Dildora bilan Bobur. O'zini vobshe hech qanaqa ko'rsatmayotgan odamlar edi-da. O'shaning uchun ulardan ham yomonlik ham, yaxshilik ham kutmadim. Ular chiqib ketsa, katta narsa yo'qotmayman deb o'yladim. Dildora va Bobur. Lekin babsi yaxshi ko'radi. Xo'p. O'sha payt sizga bu vazifa, bu mas'uliyat deylik. Mas'uliyatni o'zingizga olish qiyin bo'ldimi yoki aksincha komfort berdimi, yana ham pozitsiyangizni mustahkamladingizmi, uverenность berdimi, nima bo'ldi? Maza. Da? Kayf. Конечно. Kimga yoqmaydi o'tirib olib, san chiqib ket deb o'tirish. Nimaga aynan siz? Chunki norasmiy lider. O'shaning sizlar ham lider bo'lsanglar, shunaqa hammani hal qilib o'tirasiz, kim chiqib ketishini. Men uchun lider emas lekin. Norasmiy lider qachondir rasmiy lider bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Paynet omad kelib qolsa, Paynet ham lideri bo'ladi. Endi Paynet omadiga qarab. Как карты лягут deyshadi-ku. Komissiya 0%? Ha, mutlaqo. Paynet ilovasida Paynet kartalari orasida o'tkazmalarda hech qanday komissiya olinmaydi. Paynet ilovasini yuklab oling, karta oching va ortiqcha foizlarsiz qulay tarzda pul o'tkazing. Barchasi sodda, tez va xalq uchun. Ana shu qaror chiqarayotganingizda bu strategiyamidi yoki adolatli qarormidi? Ikkita odamimiz o'zini aktiv ko'rsatmagani uchun xayolimga shu narsa keldi-da. Bularni yo'qotsak hech narsa, bular ketsa hech narsa yo'qotmaymiz deb o'yladim. Nimaga kuchlilarni olib tashlashga harakat qilmadingiz? Juda voqili. U stadiyada kuchlilarni chiqarib tashlash juda ham voqili. Nimaga meni chiqarib tashlashmadi? Chunki voqili. Xo'p, hali voqili ekan, vaqti kelmasdan ketib qolsa-chi? Bo'lishi ham mumkin. Misol uchun chunki esimizda bor, birinchi mavsumda Sulton Ali sizga salom, burnini ishqab qo'yaman deb. Lekin men buni chiqarib yubormasdim birinchi. Oxirida kimdir men burnini yerga chiqab qo'yishim kerak-ku, hammani oldida. Xuddi shu holat qaytariladi deb o'ylamayapsizmi? Mana bunaqa narsada to'g'ri yutmasligi mumkin. Misol uchun nimaga yutmasligi mumkin? Kasal bo'lib qolishi mumkin. To'g'rimi? Safarda ketib qolishi mumkin. O'zimni ishim ko'payib ketib qolishi mumkin. O'sha sababni yutmasligi mumkin. Boshqa sababi yo'q. Boshqa sabab qanaqa bo'lishi mumkin? Sizdan kuchliroq ishtirokchini tanlashlari. Unaqa bo'lmasa kerak endi. Paynet rahbariyatiga buni eslatib qo'yamiz. Eslab qolinglar. Shohruxxo'jadan boshqa hech kimni tanlashinglar mumkin emas ekan. Paynet one love. Men slogan topib berdim sizlarga. Qanaqa edi? Make Paynet great again. Опять отсылка к Дональду Трампу? Yes sir. Qiziq fakt. Bu meni личный наблюдением ham deylik. Ko'rsatuv ko'rganda shunaqa fikr
sizlarda ham paydo bo'lgani bu aniq. Tomoshabinlar, hozir tomoshabinlar nomidan ham yuzlanyapman. Ishtirokchilar oldida bir xil Shohruxxo'ja, lekin intervyuda ancha keskin, ancha emotsionalniy, ancha smелый Shohruxxo'jani ko'rdik. Da. Smелый, okey. Bu nima sabab? Ularni oldida nimaga bunaqa ko'rinmadingiz? Bu kritikadan qo'rqqaningizdanmi, konkurensiyadan qo'rqqaningizdanmi? Shart bajarishda, meni fokusim faqat shart bajarishda. Men u shartni maksimalni professional darajada zo'r natija bilan bajarishim kerak. Meni vaqtim yo'q. Ermay qilib o'tirishga qanday hodisalarni, vaziyatlarni gaplashib, suhbat qilib, kamsitib, zo'r atmaska qilishga hech qanday vaqtim yo'q. Shartni maksimal zo'r bajarishim shart. Bu birinchi qatlam. Ikkinchi qatlam uje men расслабиться qilib, holatga izoh berishim mumkin. Holatga izoh berayotganimda uje men fokusim o'sha shartni bajarishmasdi. O'sha shartdan keyin nima bo'lganini bemalol ko'k choy damlab, bu o'sha aytganimda 200lamachilik emasmi? Albatta. Ishtirokchilarning oldida milingki, intervyuda lev. Ishtirokchilarning oldida ham lev. Ko'p turishda o'ta his qilishgan. Plyus tarafi hech kimni haqorat qilmaganman, hech kim orqasidan yomon gap gapirmaganman. Ambassador bo'lishga, ya'ni lekin uchun kelgan odamlar. Chunki men hammani yaxshi ko'raman. Birga qilamiz. Shohruxxo'ja sizlarni yaxshi ko'radi. Sizlarnimi? Da. Farq qo'y, o'lib ketasanmi, bormisan? Keldim. Loyihadan tashqarida balki bu atmaska. Shohruxxo'ja, bitta mani professional anaqam bor, naблюдением bor. Agar bu gap yoki ma'lum bir fakt insonga qaysi darajada ta'sir qilishi, bu o'sha insonni o'zini ichidan kelib chiqadi. Da, 100%. Nimaga sizga yolg'onchimisiz degan savol shunchalik tegib ketdi. Mana o'sha 3-marta yoki 2-marta bunga to'xtalyapmiz. Kestashilar. Aytganimdek. Chunki hayotimda bo'lgan har xil vaziyatlar endi, misol uchun kutmagan odamingizdan yolg'on gapiradi, har xil. Sizni yolg'onda ayblashganmi? Yoshligingizdan. Yo'q, eslamayman. Unaqa vaziyatda eslamayman, lekin menga tarafli yolg'on gapirgan odamlarni fosh qilganlarim bo'lgan va kutmagan holatim bo'lgan, juda og'ir holatda bo'lgan, emotsional og'ir holat bo'lgan. O'shaning uchun menga bu red flag. Qizil bayroqcha. Red flag. Yolg'on gapiryaptimi, yolg'on aralashtiryaptimi gapiga, значит, bu odam bilan yaqinlashish kerak emas hech qanaqa. Ishda ham faqat biz boshqa nima holat qoldi. Uylanganmi, boshqa holat qolmadi. Faqat ishda. Ishondik deymiz. Xo'p, 6-qismda yulduzlar bilan, celebritylar bilan sizlar video olishinglar kerak edi va sizlar uni uddaladinglar. Video olindi, 3 ta komandaga, 4 ta komandaga bo'lindinglar. 3 ta bo'lib va uni baholashga kimlar keldi? O'sha kimlar keldi-da, nima keldi-da, mana shu momentda. Qarang, har bitta sharti menga nimasi yoqdi? Ijodiy jamoadan, paynet taraflama har bitta shartga munosib tashqaridan ekspert kelyapti-da, yarashadigan odam kelyapti-da. Chunki o'sha mutaxassis, o'sha chuqur odam kelyapti-da. Uni gapni hisob eshitaman. Deb, bu yerda juda ham chiroyli bo'lib, juda ham ko'zga tashlanadigan effektni qilib kirib kelishdi. Birinchi mavsum ishtirokchilari. Va shunaqa olov bilan kirib kelishdi. Biz xossonlarni yeymiz, bizani slava vaqtimiz, mashhurlik vaqtimiz o'tib ketdi. Bizni qaytarib olmoqchimiz deb kirib kelishdi. Shunaqa momentlar. Men shunaqa ko'rdim. Shunaqa tuyuldimi? Men shunaqa ko'rdim. Gaplardan, so'zlardan. Bular men o'ylashim bo'yicha obyektiv fikr bera olmasdi. Chunki o'tda kontent yaratadigan, kontent bilan shug'ullanadigan odamlardan bittasi, prezidentning imini mutaxassisi, bu faqat Sinur edi. Bo'ldi. Boshqa odamlarning gapini umumiy o'zi eshitish o'rinsiz edi. Nimaga? Ularni hammasini o'zini boshdan o'tgan, bu chig'iriqdan ular ham o'tgan. Sizningcha ular noloyiq edi sizlarni baholashga. Albatta. Fikrni berishga bemalol. Fikrlarni beringlar bemalol hammanglarni. Balki shartsiz yoqtiraman, lekin fikrlar hammasi fikrlarni eshitishga tayyorman. O'shanda o'zingizlar ko'rdinglar, hech kimga negativ gapirmadim, hammani fikrini rahmat, tashakkur deb o'tirdim. Ambassador bo'lishga, ya'ni lekin uchun kelgan odamlar. Bizlar mutaxassislar, odamlarni boshqarish uchun kelgan odammiz. Ular menga baho berishi menga muhim emas. Lekin sizga nima tegib ketdi? Menga biznesmen bratni
Ulug'bek. Ulug'bek akamlarni, mendan yoshlar kattaroq, Ulug'bek akani roliklarimizga sonlar bilan baho berganlari menga yoqmadi. Prosmotr unga 3000 ta, bunga 10 000 ta deganlari menga Qancha kuzatuvchi e'tiborini tortishi mumkin bu rolik? Подписчики o'sha aytilganda 300 ming odam bor deyilgan bo'lsa, 10 ming deylik, 10 ming 15 ming ko'riladi. qaytarib aytaman. Hozirgi kunda bizda 4 yil ichida 600 milliondan ortiq prosmotrimiz bor. O'zim profilimda va mijozlarim profilida 600 milliondan ortiq prosmotr bo'lib turib, men bilmayman qaysi video uchib ketishini-da. Taxmin qilamiz, gumon qilamiz, lekin aniq sonni biz bila olmaymiz. Videolarga to'xtaladigan bo'lsak, Da? siz videoyingiz 10 dan 11 edi. Roziyalan komandir. Videoni kачествоsi telefonga просто olingan, boshida qanaqa kadrlar qo'yib qo'yilgan, o'zi stokoviy bor narsani просто qo'yib qo'yishgan. Bu juda slabый deb o'ylayman. Lekin bundan ham anaqasi, yana Vine ham olib kelishdi. Qaysidir komanda, Umiddan ham по-моему komandasi. Vine. Просто Vine-da, tushunasizmi? Vine nimasi yomon? Qanaqadir ana er-xotin o'tirib to'laysam cringe-da. Nimaga cringe? Dadasi Mahvaratda eri 8-martga tilla olib berar ekan. Menga nima olib berasiz? Mahvaratda eri olib bersa olib beramsan. Men oddiy taksi bo'lsam pullarini qattiq olaman senga. Endi sizlarga agar balki sizlarga yoqardir, bilmadim. Nima uchun hozir siz hamma Vinerlarga ataka qilyapsiz? Saviyali qilib olish mumkin. Saviyasi qilib olish mumkin. Mamnaqa Vine'laringiz bilan, mamnaqa kontentingiz bilan, men masol uchun o'zimning 600 million prosmotrim bor. Bittasida ham mamnaqa sharmanda jinnicha, ma'nosiz videolar bilan ko'tarilmagan. Yo'lga chiqqan, u ham prosmotlarga 12 dan mahsulot sotamiz, 12 dan targ'ibot qilamiz. Shart emas saviyasi narsa qilish. Uchadi deb. Sizningcha Bahor Arslonovaning videosi saviyasiz va cringe. Men saviyasiz deb o'ylayman. Bahor Arslonova xo'jayinlarni ham, komandalarni hammasini hurmat qilaman. Kontenti yoqmaydi. Men ko'rmasdim bunaqa kontent. Ko'rmayman bunaqa kontent. Sizningcha shu rolik Vine dedingiz, shu rolik Bahor Arslonova tomonidan tayyorlangan, Umida tomonidan tayyorlangan rolik saviyasiz va foydasi yo'q edi. Meni fikrim bo'yicha men bunaqa videoni ko'rmasdim hech qachon. Va ko'rmayman bunaqa videoni. Da, bizani baholashga marketing sohasida emasdagi odamlar olib kelishdi. Birinchi mavsum kelding degani bu hammasini tushunasan degani yoki hammasini bilasan degani emasdi. Fikringni bildirur, lekin mutaxassis bo'lmagan joyingda keskin fikr, qanaqadir rekomendatsiyalar berma. Xolis bu meni xolis fikrim edi deb qo'ysang, men qabul qilaman, lekin menga nima qilishni o'rgatsang, men buni kuchaytirish kerak, men buni kamaytirish kerak desang, men bu gapingni qabul qila olmayman. Chunki men senga nima qilish, seni ishingni, sen sohangni o'rgatmayman nima qilishni, seni menga o'rgatma nima qilish. Men darajamga chiq, mendagi natija qil, o'shani gaplashaylik. Ungacha ham sizningcha loyihada PR, marketing darajasini tushunmaydigan va PR direktor unvoniga umuman loyiq bo'lmagan inson, qo'pol qilib aytganda adashib kelib qolgan ishtirokchilar bo'lganmi? Yarmimiz vaziyatni ko'rishga nima gap ekan deb keldik-da. O'sha 15 tadan. Siz ham? Yarmi. Yo'q, men emas. Endi keldik biz deyapsiz. Jamoa deb aytaman. Kim? Ism bilan aytaylik. Именно PR direktorlikami? PR direktorlikka hali как раз tahlil qildik birma-bir. Kimda qoldik? Kim qolib ketdi? Roziya. Loyiq. Maryam. Ikkilanaman. Loyiq deshga ikkilanaman. Madina. Hali bor. Farruh. Loyiq. Kamron xo'ja. Hali bor. Nodira opa. Hali bor. Umida. Mayli. Jasur bo'lgani uchun loyiq deyman. Yunus. Yo'q. Bobur. Yo'q. Zarnigor. Блин, klassная девчонка, zo'r qiz, lekin bu boshqa degan odam emas-da. Otabek. Hali bor. Ayub. Ayubga hali bor. Dildora. Zo'r qiz, lekin молодец qiz, lekin yo'q. Sevinch. Sevinch juda ham молодец, bu ham katta potensiali bor, lekin hali bor. Otabek. Bitta Otabek yoqmagan joyi bor menga, o'ziga bu narsani aytganman, aniq paytda ham, ko'rsatib paytda ham aytdim. Xatoni tan olmadi. Qanaqa xato?
shart bajarganda internet ishlamadi-da. Internet ishlamaganda o'sha narsani gapiraverdi. Ko'chaga chiqqanda. Ha, de. Hammada internet ishlamaganda, boshqalar ham qo'lni ko'tardi. Menga bitta mijoz uzoqqa borishi muhimroq. Qani o'sha mijoz? Mijozlar yo'q, umuman mani Qani o'sha bitta mijoz qani? Yo'q-ku. Yo'q, u internet bilan bog'liq-ku. Lekin men o'shanda bilmadim, yo'q, tushganmi yo'q, men o'shanda aytaman-da, bo'ldi, tushundik. Nimaga seni olib qolishimiz kerak proyektni? Ayt sababini desamchi, yo'q, men internet bilan ishlayman dedi-da. Bo'ldi, tushunarli. Odam xatosini tan olmasa o'smaydi. O'smaydigan odam men xotim qilib ola olmayman. Sen bo'lib boshqaruvchi rollarga. Dildora. Duxi zo'r, lekin tajriba hali yo'q deb o'ylayman. Endi har bittalariga xarakteristika berdik. Savolga qaytadigan bo'lsak, kim noloyiq? Bilasizlar? Yunus, Dildora, Otabek, hozir men spisiga qarab aytyapman. Bobur bular noloyiq deb o'ylayman. Xo'p, endi hozirgi bosqichdagi insonlarga keladigan bo'lsak, hozir siz bilan bosqichda turgan, teng turgan ishtirokchilardanchi? Tayyor bo'lmaganlar chiqib ketyapti. Tayyor bo'lganlar dal chiqib ketyapti. Hozirgi qolganlar hammasi men o'ylaymanki, hammasi yutishga loyiq deb o'ylayman. Realni men samimiy aytyapman. Hammasi yutishga loyiq. Lekin bitta odam baribir yutadi. Xo'p, shunda siz o'zingizga konkurent kimni bilasiz? Menga realniy konkurent bo'ladigan Farruh jigarim. Farruhni siz o'zingizga konkurent deb bilganingizni men ancha oldin sezganman. Farruh chiqaramizmi, bosamizmi, bosish lekin, payti lekin deb gapirgansiz. Farruh to'g'risida gapirmadim, o'sha paytda. Farruh haqida gapirgansiz. Lekin ana o'sha gap ishtirokchilar oldida siz o'zingizni boshqacha tutasiz-da. Intervyuda yana boshqacha, strategiyangiz umuman boshqacha. Siz ideya beryapsiz hammaga. Umidaga emas точно lekin. Yo'q, u yoqda Ayub ham turibdi, Umida ham turibdi. Umidaga точно gapirmaganman. Umida yoningizda turibdi, bitta safda turibsizlar va siz pichirlab aytyapsiz, payta lekin deyapsiz. Ha, конечно, voy. Payti kelganda bosib olish kerak edi. Farruhdek odam chiqib ketsa zo'ru. Ha, lekin uni amalga oshira olmadingiz, chunki ular tarafdan sizni qo'llab-quvvatlash sezmadingiz. Va ovoz berish jarayonida mana bu narsani jigar deb beryapsiz Farruh o'ziga. Nima deb o'ylaysiz? Qolganlar har gal vaziyatda yoki Farruh o'zi yoki boshqa odamlar ishtirokchilar ovoz berayotganda hamma yuragi bilan, ko'ngli bilan tanlayapti deb o'ylaysizmi? Shu narsaga ishonasizmi? Shunaqa dedingiz-ku. Yo'q, siz shu narsaga ishonasizmi? Siz shu paytgacha aytdingizki, torta olmayotganlarni, boshida agar aytishdi bo'lsa, bunda qilib qaytadigan bo'lsak, intervyuni joyida aytdim. Boshida chiqarib yuborish voqelik edi. O'shanga amal qilib kuchlilarni chiqarib yuborishning o'zi payti keladi. Meni ham chiqarib yuborishligini payti keladi. Albatta keladi. Bunisiz bo'lmaydi. Он уже сдаёт позиции, замечаете? Boshida lef edilar, oxirigacha paynet maniki, Anvar aka qarang deyotgan inson, endi уже meni ham chiqarib yuboradigan vaqtlari keldi. Yo'q, bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsam. Siz hozir tupikka kirib qoldingizmi? Yo'q, tupikka emas, menga aytishimga imkoniyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda vaziyat bunaqa narsa. Hammani o'zini chiqarib yuborish, chiqib ketadigan payti keladi. Lekin bu yerda muhim narsa bor. Siz ta'sir qila oladigan joylaringiz bor. Siz ta'sir qila olmaydigan joylaringiz bor. Men ta'sir qila oladigan joyimni hammasida men lutchi bo'lib chiqaman. Xo'p. Men ta'sir qila olmaydigan joylarimda, misol uchun men xafa bo'lmayman, shunaqa taqdir bo'lib qoldi deyman. Как есть, qabul qilaman. Shunda siz meni qo'limga agar hamma shartlari shaffof bajariladigan bo'lsa, men yutqazmayman. Men yutaman agar hamma shaffof bajariladigan bo'lsa. Agar qanaqadir ikkitasi bir bilan kelishib, til birikishib, ishtirokchilarmi? Bir-biri bilan til biriktirishga uringan avvaldan o'zingiz emasmi? Ana shu holatda payta lekin deganingizda. Men faqat misol uchun agar общий umumiy olib qaraydigan bo'lsangiz, men nafaqat Ayub Bey, nafaqat Farruhni chiqarib olish. Har bitta odam kelayotganda mikrofon taqiyli menga, har bittasida men so'rayman kim nima fikrlayotganini. Nima qilyapsan, kimga chiq. Qachondir agitatsiya bo'ladi. Kimdir uchun qaratilgan bo'lsa agitatsiya bo'ladi. Misol uchun kimdir orada bo'ldi, chiqarib yuborishim kerak bo'lgan odamlar. O'ta agitatsiya bo'ladi. Kimni chiqarib yuborgansiz, Shohruh? Yo'q, buni endi odamni o'zi ko'rib, bilib, his qilishsin. Yo'q, Нет, сейчас не интересно будет, если я расскажу, какой процессli мысли bo'lgan, kimni nima chiqarib yuborishimni. O'shaning uchun meni кажется, o'zligi sudist qilishsa, kimni spesialni chiqarib yubordim. Men harakat qilib, intriga qildim. Chiqarib yuborgan inson bo'lgan. Albatta. Albatta bo'lgan. No, usiz bo'lmaydi.
Albatta bo'lgan. Qoladigan odamlar ham strategik taraflama qoladi. Yunus ham bekor uzoqqacha bormadi. Nimaga Yunus olib qoldinglar? Chunki yaxshi odam, yaxshi ko'raman. Komissiya 0%? Ha, mutlaqo. Paynet ilovasida Paynet kartalari orasida o'tkazmalarda hech qanday komissiya olinmaydi. Paynet ilovasini yuklab oling, karta oching va ortiqcha foizlarsiz qulay tarzda pul o'tkazing. Barchasi sodda, tez va xalq uchun. Xo'p, mana shu Farruh bilan temamizga yakunlab bering. Ha. Da. O'sha paytda jigari chiqarib olish payti keluvdi. Da, o'sha paytda jigari chiqarib olish payti keluvdi. Lekin boshqalar yo'q, eplolmadim emas. Yetarlicha ovoz yetmayotganini ko'rganim uchun bu o'rinsiz edi. Xo'p, siz o'shanda chunki xuddi shu vaziyat bo'lganda Farruh meni chiqarib olardi. Qarang. 100%. Xo'p, siz Farruh chiqarmoqchi bo'ldingiz, lekin sizga quloq solishmadi. Farruh chiqarmoqchi bo'lib turib, lekin Farruhni olib qolish uchun ovoz berdingiz. Nima sabab? Chunki bunday narsa bo'ldi. Birinchi Farruh chiqarib olmoqchi edim-da. Keyin o'sha soniyalarda miyamda fikr o'tdi-da. Sani jigaring kunma noto'g'ri ish qilyapsan deb shayton asosan qo'ydi. Chiqarib oldi. Keyin bu yerdan farishta keldi, chiqarma uni dedi. Jigaring chiqarib olasanmi? Uyg'on dedi. Shunda uyg'ondim-da. Jigarim deb yuragimning parchasini unga berdim. Biz bunga ishonamizmi, yo'qmi? Kommentariyda yana yozib qoldiramiz. Jigarimda. Xo'p. Strategik qarorlaringiz oxirida baribir yaxshi ketyapsiz-mi demoqchiman. Ha, savolim bu. Mani maqsadim yutish edi. Imенно proyektni yutib PR direktor bo'lish edi. O'sha tarafga qarab ketganim uchun to'g'ri. Lekin do-postliga hayotimni o'zgartirish uchun men boshqa yo'l bilan yurishim kerak edi. Misol uchun Ayub yo'l bilan yurishim kerak edi. Har bitta vaziyatga o'zimni ikkisimni tiqishim kerak edi. Har bitta vaziyatga chaynashim kerak edi. Вызывающий o'zimni tutganimda, ya'ni provokatsion o'zimni tutganimda PR taraflam uchardi dedi. Sizningcha Ayub PR qilgani kelganmi? Ayub 100% PR qilgani kelgan. Yutish uchun emas. Oraligida eng zo'r o'zim mani bor. Kim raqib bo'la oladi? Yutolmaydi. Ayub yutolmaydi. Yo'q. Ko'rasizlar. Kimdan xafa bo'ldingiz? Menmi? Kimdan kutmagan edingiz? Endi men faqatgina Bobur epizodini ko'rdim. O'shaning uchun Boburdan kutmagan edim bunaqa gapirishni. Xuddi shunaqa sizga nisbatan kim tomonidan xafagarchilik bo'lishi mumkin edi? Может быть, Sevinch bilan Zarnigor deb o'ylayman. Chunki podдержка qilish kerak bo'lgan paytda mendan podдержка kutishgan paytda men podдержка qilmadim ular. Shuning uchun menimcha Sevinch bilan Zarnigor qanaqadir teggan bo'lishi mumkin. Xo'p. Afsonaviy norasmiy lider bo'ldilar Shohruxxo'ja. Sizga ajratgan vaqtingiz uchun va maksimalni chestniy bo'lganingiz uchun rahmat. Endi baholarni, kommentariylarni hammasini vaqt davomida ko'rib boramiz. Loyiha davomida ham sizga omad tilab qolaman. Rahmat chaqirganingiz uchun rahmat. Kommentariyada yozib qoldinglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Qo'llab-quvvatlanglar. Biz uchun ham qiyin bu loyiha. O'tish ham bitta ispitaniyadan. Shuning uchun omad tilaylar hammaga. Hamma ishtirokchilar yutishga loyiq. Lekin men ko'proq loyiqman. Rahmat.